albatta qulupnay kuchli allergen hisoblanadi. Nafaqat qulupnay, balki hamma o'sha yorqin rangdagi mevalar, yorqin rangdagi sabzavotlarning hammasi kuchli allergenlar hisoblanadi. Bu nima uchun kuchli allergen hisoblanadi? O'zi allergiya berish ehtimoli yuqori bo'lgan mahsulotlarni ikkita katta turga bo'lamiz. Buni aytib o'tgan edik. O'zida gistamin tutuvchi ozuqa mahsulotlari bor va tanamizga kirgandan keyin tanamizdagi ishlab chiqariladigan gistaminni ishlab chiqarilishini o'sha kuchaytiruvchi ozuqa mahsulotlariga bo'lish mumkin bo'ladi. Bu allergen ozuqalar. Yorqin sabzavotlar, yorqin mevalar. Mana bular o'zida gistamin tutuvchi ozuqa mahsulotlari deyiladi. Va qulupnay ana shu o'zida gistamin tutuvchilarini bitta namoyandasi hisoblanadi. O'zida o'sha allergik holatni sezgan odamlarga vaqtincha to allergologga borib, mutaxassisga murojaat qilib, allergiyasini davolatmaguncha parhezga amal qilib turish va o'sha yorqin mevalardan, yorqin sabzavotlardan o'zini ehtiyot qilib turish tavsiyasi beriladi.